Assalomu alaykum hammaga. Hozir navbatdagi operatsiyamiz uretra strukturasi bilan ko'pchilik bemorlar aytadi, operatsiya qilganingizdan keyin kateter qancha muddat turadi degan savol beradi. Bu muddat nimaga zarurligini aytib o'tmoqchiman. Operatsiyani turiga qarab qo'yiladigan kateter vaqt soatini aniq aytiladi. Ya'ni bukkal uretroplastik, ya'ni og'izdan material olib qo'yiladigan operatsiyalarda biz 35 kun saqlanadi. Bu ham operatsiya paytida aniq bo'ladi, holatda, uretraning holati qanaqaligi. Operatsiya paytida aniq bo'lgandan keyin ko'pincha holatda 35 kunga qo'yamiz. Bu nimaga? 35 kunda qo'yilgan material o'sha yerga bitib ketishi kerak. Keyin 35 kundan keyin material kateterni olib boshqatdan rentgen qilib ko'ramiz hamda bitgan bo'lsa kateter olib tashlanadi. Lekin albatta rentgen